Assalamu alaikum, hürmetli radio dinləyicilər. Bugünkü roman anlatışı saytımızda Söngül Canışıp Hanım yazgan Köz yishida nemdelgen zimin namlıq tarihi əslimini oquşunu davamlaşdırırız. Türmüdə Qurban Yiğit 63. yılın 4. may. Ətlərlik su elib kəlgən çiləklərinin caranlığın avazdan oyğandım. Gözümü aslan yana türmə. Yana şu köngülsüz turmuş. Ornumdan turupla adətki turmuş tərtiblərini orundaq boğandan keyin yüz yoğuli su gəldi. 4-5 gün içində tamaq toşuğucular bilan tanışıb qaldım. Ularning barlığı məhbuslar ekan. Su berib ötüb. Bugün sizlərning Qurban Yiğit bayramыңlar. Mən seni Qurban bayram bilan təbrikləyman. Yiğitning türmədə ötüdigan boldi. Yana bir yaxşı xəbər. Bugün polo yeysizlər. Dedi. Mən rəhmət etdim. Yüz yuyub bolğandan keyin ustozim tam arqılı Qurban Yiğit bayramımni təbrikledi. Yoldaşlarning barlığı sana salam dedi. Bayramыңni təbrikledi. Dedi. Mən rəhmət etib, ularning barlığının Yiğit bayramını təbriklaydiganlığımni aytib, yetkizib qo'yishni topshirdim. Biz Mahmud Sıdıqqa salam yolladik. Sizdimi salam dedik, deb anlatdi. Mən asta-asta bu turmushqimi o'rganib qoldim. Ertagan turib, tamoqcha o'zimning uşaq ishlarim bilan shug'ullanaman. Tamoqdan keyin ishdan to'rgacha 7 qadam, u tomdan bu tomgacha 7 qadam bo'lgan bu kichik kamerning ichida to'xtamasdan 2 soat mangman. O'z ko'nglimda meditsina institutidan shimoliy darvozaga, ya'ni Beyminga qadar mangdim deb 3000 qadam mangaman. Shundan keyin shimoliy darvozadan g'olibiyat yo'ligacha 3000 qadam yo'l mangaman. Bu jarayonda shu yo'llardagi do'konlar, yo'llar, daraxtlar, binolar va odamlarni ko'z oldimga keltirib manganlikdan vaqtning o'tganligi bilinmaydi. Shuning bilan o'zimmi yerib berib o'tirman. Uninggacha atganlik hojat vaqti bo'ladi. 10-12 oralig'idagi 2 soat so'roq vaqti. Bu vaqtda quloq tikib qaysi zal, qaysi eshik ochildi, shuningga diqqat qilardim. Va ishga berib, yiliqi kichik yingni ko'zdek to'shishdan talada o'tgan kechganlarga qarayman. Yoki o'tirib ko'ngilli xotira va do'stlarga xat yozaman. Va keyindan yirtib tashlayman. Shu avorchilik bilan tush vaqti bo'ladi. Tamoqdan keyin yetib orom elishga tirishdim. Lekin uyqu kelish uyoqda tursin, xuddi o'lgan odamlarni yerlab bo'lib, ketgandan keyin o'lik uchun shundoq ko'ngilsiz bo'lur deb o'ylayman. Qarang'u kamer menga go'rga o'xshash ko'rinib, kunduz yotolmaydim. Bugun Qurban Yiğit bo'lganlikdan radio shundoq chiroyli, shundoq mungluq milliy naqshlarni berdi. Bu naqshlar butun o'ylar va turmaga jaranglab anglanib turadi. Nimishqidir ko'nglim bak eski bo'ldi. Ko'z oldimga burunqi o'tgan Qurban Yiğitlar kelishga boshladi. Har bir Yiğitda biz cheksiz xushallik ichida do'stlar bilan vaqtni yetkazolmay o'ynaydik va yetishdik. Balalik vaqtimizda Yiğit kelsa, bir kecha uxlolmasdan soatga qarab tongni otqizolmay avora bo'lardik. Yiğit kuni kiydigan kiyimlarimni karvatning beshiga elib qo'yib, birdan tutib ko'raydim. Oyoq kiyimlarim parqirab tursimi, ko'ynak etaklarim bilan surtib, qo'yar yer topolmaydim. Tong qorong'usida turib olib, Yiğit uchun hozirlik qilib yerib ketgan ota-onamni uxlatmasdan uyg'otib, "Yiğit keldi" deb xushallikdan sakrab yugurib, ichimizga patmay ketardik.
Dadam yet namazıga manganda ko'chaga chiqib, masjidga qarab mangan kishilarning turkum bo'lib, har 10 qadamda bir to'xtab, takbir aytganini anglashni yaxshi ko'rardim. Odamlarning bir uchi masjid, bir uchi sandong bo'yida 10-20 odam bir guruh bo'lib, takbir aytganda butun ko'chalar dur qilib, shundoq mungluq, shundoq chiroyli to'lqinlanib aytilgan takbir ovozi kishining ko'ngliga iymon, ro'yiga quvvat beradi. Takbirni anglab o'tirib, musulmon bo'lganligimizdan mag'rurlanib, xushal bo'latdim. Kishilar yet namozdan chiqqandan keyin hech tarafga burilmasdan qabristonga berib, o'lganlarga Qur'on o'qib qaytadi. 3 kun kishilar boy, kambag'al, tonimagan demasdan hamma odamning uyiga birdek kirib, yetni tabriklashib, qurbonlik go'shidan eg'iz tikib chiqardi. Bu yetda qurbonlik so'yib bayram qilish İbrahim payg'ambarning davridan tortib qolgan. Qurbonlik so'ygan odamlar qurbonlikning go'shini qo'lida meli yo'q yo'qsillarga, qeri, og'riq odamlarga tarqitib, xalq bilan tang yeydi. Har bir odam qurbonlikdan eg'iz tegish bayramning odati edi. Kishilar yet namozdan qaytgandan keyin hammamiz ota-onamizning, urug' tuqqan qo'lim qo'shna va hamma odamning yetini tabriklab chiqardik. Shunlar bolalarga yetlik beradi. Bolalar uchun yetlik elish hammadan ko'ngilli ish edi. Hammasi ko'z oldimdan xuddi kino lensida tezlib o'tdi. Mana bugun men yetni turmada o'tkazayapman. Uydagilar bu yetni qandoq ko'ngilsiz o'tkazayotgandi deb o'yladim. Va o'zimga turma bizni qo'rqitib bosh egdirolmaydi. Biz buyuk g'oyamiz bilan har vaqt ustun yashaymiz. Bizning har joyda do'stlarimiz bor. Biz turmadimi yolg'iz emas. Atigan yo'ldoshlar yet tabriklashgan edi. Biz do'stlarimiz bilan mag'rurlanib, turmadimi xushal yashashimiz kerak deb o'ylab ko'nglimni ko'tardim. 63-yili 9-may. Mana bugun 10 kun bo'ldi. 30-chislodagi so'roqdan keyin so'roq bo'lmadi. Tala yuzimni ko'rmadim. O'zim yolg'iz turibman. Men tam ishkapning ichiga soat shakl chizib, ichiga hafta, uning sirtiga chizla, uning sirtiga oyni yezib, qog'ozdan istirib yasab qo'ydim. Her kuni etigen o'rnimdan turibla chislani yetkizammu aram 9-may bo'ldi. Men uchun qancha oylar o'tgandek tuyuladi. Ammo kalendarga qarsam aram 10 kun bo'ldi. Hech qancha vaqt emas. Maktabda vaqtimiz bilmasdan oylar o'tadi. Bu yerda bo'lsa 1 soat oylar hisobida o'tadi. Kuniga necha marta chisla hisoblab, qancha uzun bo'lgandi deb ko'raman. Lekin keyingi kunlarda bu yerga asta jo'nashga boshladim. Kundalik vaqtimni ushaq-tushak ishlarga dam qilishga urinaman. O'rin ko'rplarning ustiga chiqib, dariz orqali talati ishlayotganlarni ko'rdigan bo'ldim. Ularni meni ko'rgandan keyin ishorat bilan salomlashadi va o'zaro paranglashgandek qilib, menga xabar yetkazadi. Taladagi mahbuslar turmaning oldiga qandaqdir bir bino silib, uning bilan mashg'ul edi. Yana ustozim bilan tam orqali saqchilarning boshqa zalga ketganligini paylab turib so'zlashganimiz. Attiganligi oftobdan uyga inchga so'zilib tushgan nurga yuzimni, qo'llarimni tutib bir oz o'tiraman. Umi 5 minutdan keyin yo'qab ketadi. Ba'zida qiziq kino teatr hikoyalarni eslab,
xuddi ko'rgandek bo'lib o'tiratdim va to'xtamay naqsha aytatdim. Uyning ichida to'xtamay mang'atdim. Saqchilar naqsha aytma deb to'la vaqlab yurib amalsiz qolatdi. Men yolg'izlikdan zerikib tamga bir chiroyli qizning rasmini chizib qo'ydim. Buning men uchun xilla yardım bo'ldi. Zerikib tamga qarsam, u menga qarab kulib turardi. Keyin bara-bara bu rasm xuddi mening yenimda hamrohdek tuyulib, u ko'nglimda yaqin do'stlarimdek bo'lib, ko'zimga issiq ko'rinardi. Men uningga zerikkanlarimni, o'ylarimni so'zlaydim. Lekin bir necha kundan keyin men hojatxonaga kirganda, ular kirib rasmni surtib o'chirib etibdi. Men qaytib kirganda, tamg'a rasm sizma deb qo'yib chiqib ketdi. Soat 2 bo'lganda ishni ichib meni so'roqqa ilib mangdi. So'roqxonada Ali Yusuf bilan Abdulniyoz bor ekan. Ular meni ochiq bilan kutib oldi. Men kirib o'ltirgandan keyin so'roq boshlandi. Ali Yusuf: "Masalalaringizni o'ylandingizmi?" dedi. "Qanday masalani o'ylanaman?" dedim. "O'zingizning masalasicha, yana qanday masala deb o'ltirsiz-ku?" deb ochiqlandi. Abdulniyoz ochiq bilan shundoq so'rli qiyofatda: "Siz Anvar Jakolinni tunamsiz?" deb so'radi. "Ha, tunayman." "Siz Anvar Jakolinni ko'rib boqqanmi?" "Ko'rgan" dedim. "Qayerda ko'rgansiz?" "Maktabda ko'p ko'rardik." "Maktabga nima qilib kelganda ko'rgan?" Anvar Jakolin og'rib doktorxonada yotdi va maktabning uyushtirgan tanz kechiliklariga ayoli bilan kelardi. Yana maktabga kelib 3-4 martaba doklad qildi. Shu vaqtlarda ko'rgan dedim. 30 aprelda sizni so'roq qilgan kim? Anvar Jakolin dedim. Undaq bo'lsa, siz nima uchun uningga undaq qattiq muomala qildingiz? Siz ekansiz, har men degan cho'nglarmi so'zlash uyoq tutsin, qapoq ko'tarib qarayamaydigan yuqori darajalik cho'ng odammi? U hamma odamga kelib so'roq qilavermaydi. U odam yilga bir kelsa keldi, bo'lmasa u bu yerga kelib yuradigan kichik odam emas. Sizlarni o'quvchi, yosh bolalar tarbiya berib qo'yay deb kelgan edi. Lekin siz buni bilmay, nima uchun bunchalik qattiq muomala bo'ldingiz? Bundaq qilishga maqsadingiz nima? Sizning bundaq qattiq turib qarshilik ko'rsatishdagi sizning yo'linadigan orqa kerak kuchingiz bormi? deb ustalni mushlab vaqirab ketdi. Bilamsiz, sizni siz deganning qadrini biling. O'quvchi deb ko'p kamchilik qilayotganini biling. deb birisi to'xtasa, birisi so'zlab, birda vaqirab ochiqlanib, birda tarbiya berib so'zlab ketadi. Ular so'roqni davomlashtirib: "Sizlarning boshlig'inglar kim?" "Bizning boshlig'imiz yo'q" dedim. "Sizlarning yo'l boshlamchi, orqa teriklaring bo'lgan boshliqlar kim deyman? Ular qayerda?" "Bizda undaq boshliq yo'q" dedim. "Rostingizni ayting, yo'ldoshlaringiz fosh qilib bo'ldi. Siz yushirib qololmaysiz" dedi. "Rost shu, boshliqimiz yo'q. Yo'ldoshlar fosh qilgan bo'lsa, men bilmayman. Ularning boshlig'i boshqa bo'lsa kerak." "Siz kimni ahmoq qilasiz? Ularning boshlig'i boshqa, sizning boshlig'ingiz boshqami? Bir-biriga shundoq yaqin do'stlar sizdek jon ko'yar odamidan sir yo'shirib qilishi mumkinmi? Siz bilmaydigan nima narsa bor? Siz to'la bizni ahmoq topmay javob bering" deb Abdulniyoz vaqirdi. Ular mendan jamiyatda boshqa tashkilot va yuqori o'rindagi odamlar bilan aloqasi bor
deb shuni pash qilishini kutatdi. Men, rost shu, undaq ish yo'q, boshliqimizmi yo'q, deb javob berdim. Siz bilmayman deb qutulib ketolmaysiz, deb vaqirab birini qo'ydi. Mayli qutulib ketay, mayli qutulib ketmay, borni bor, yo'qni yo'q deyish kerak. Sizlarning qandoq qilishinglardan qat'iy nazar men bilmayman, dedim. Ular mendan hech narsa chiqarmagandan keyin, buni siz yaxshiroq o'ylashib, yuvashlik bilan partiyaning kamchilik siyosiga erishish uchun to'liq o'ylanib yezib topshiring, dedi. Men yazsam, yazmasam shu bir so'z. Bu yo'q narsa, yo'qni bor deb to'qib chiqolmayman. Yozaman deb va'dam berolmayman. Bilgan kishilar o'zini tosh qilsin, deb keskin javob berdim. Ular kiyimni o'zgartib, sizlarning Ziyo Samitga yozgan xatinglarning mazmuni nima? deb so'rdi. Tashkilot pash bo'lganda biz Ziyo Samitga yozgan xatni hargiz aytmaslik kerak. Bu narsani og'zimizdan chiqarmaymiz deb aytgan edik. Bu narsanim debdi. Kim aytdikin, buningga hargiz iqror bo'lmaslik kerak deb o'yladim. Hamda bundaq bir narsa bo'lgan emas, dedim. Siz o'zingiz qandoq qiz? Sizlar xat yozib avatib turib, amdiki kunda bundaq narsa bo'lgan emas deb kimni ahmoq topmoqchi? Men sizga dey, siz bu joyliqingiz bilan hech narsani hal qilolmaysiz. Endi sizga bundaq yumshoq muomala qilib bo'lmaydigan bo'lib qoldi, dedi. Nima desanglar danglar, mening bu ishdan xabarim yo'q, dedim. Sizning xabaringiz bo'lmasa, men sizga deb beray. Siz qancha yushirsiz-mi, yo'ldoshlaringiz deb berdi. Siz ularni yushirib qoldi deb o'ylamsiz? Siz partiya programmalarini ko'ydirgan bo'lsangiz, Ahmad To'xti yana yezib chiqdi. Siz jahillik qilib, bizni yengolmaysiz. Men deb beray, anglang. Sizlar otanglar Ziyo Samitga, bizga qurol yaroq yordam qilinglar va bizlar yordamda bo'linglar deb yozgan shundami? Tang, bundaq narsa mening yodimda yo'q, deb xotirjam javob berdim. Ha, yodimda yo'q. Yodingizda bo'lmasa, mana anglang. Qurol berib qolsa, qandoq ilib chiqmoqchi bo'lgan edinglar? Bundaq narsani men anglab baxmagan. Anglab baxmagan? Ablis Niyozning ochchig'idan qopig'i turilib, rangi sovuqlashib ketdi. Bu xatni yozgan 3 odamning birisi siz, Ahmad To'xti, Malika uchunglar yozib chiqqan emasmi? Qandoqlarcha siz anglab baxmagan bo'lasiz? Siz zodi kelajagingizni o'ylamsiz yo'q. Biz sizga mushunchalik deymiz. Dardni o'zingiz tortisiz. Biz tortish beramaymiz. Biz faqat sizning kengchilik bilan chora ko'rishingizni o'ylaymiz. Agar siz orqaga tortib, joylik qilaversangiz, o'zingiz biling. Biz dedik, dardni o'zingiz tortisiz. Biz sizga yordamlashamaymiz. Birga tortishmaymiz. Siz qiz bola, istiqbolingizni o'ylang. Sizlar erlarga o'xshamaysiz. Biz buni ko'z tutib yordam qo'limizni uzatamiz. Siz buni biling. Siz kelajak haqida o'ylab ko'rdingizmi? Siz istiqbolingizga kuyinmayapsiz. Har narsani o'ngay chaqlayapsiz. Siz demisingizmi, boshqalar hammani pash qilib chiqdi. Biz hammani bilamiz. Biz faqat sizga kengchilikka erish uchun bir yo'l bo'lsin deb sizdan so'rab o'tiramiz. Sizning qizil guldek yoshlik hayotingizga echinganlikdan sizga yordam qilsak deb o'tiribdik, deb echingandek bo'lib so'zildi. Bo'ladi. Bunimi biz sizga deb beraylik. Sizlar yig'inda agar Ziyo Samidi sizlar yozgan xatni topshirib elib, sizlarning fikringlar qo'shilsa, u chaqda
Ahmet To'xti chegirdan o'tib, qurol yaroqlarni elib kelish haqida maslahatlashib, elib kelish yo'lini tepib kelmoqchi bo'lgan. Ahmet To'xti 50-51 yillari Sovetga bir qatim qichib berib kelgan. Shundaqmi? Ahmet To'xti, men o'tish yo'llarini bilaman. 1-2 kunda berib qayta olayman degan. Shundaq emasmi? Yodingizga tushdimi? Men ichimda buning hammasini kim bunchalik fosh qilgandi deb ko'z oldimdan hammani o'tkazdim. Qandoq yodingizga keldimi? Faktlar oldida qoyil bo'lmay chorangiz yo'q. Men yana bir xil qiyofatda. Yo'q, faqat undaq narsa yodimda yo'q. Balki bu muzokirada men bo'lmasam kerak, dedim. Voy, nima deysiz? Siz qatnashmagan biror yig'in bo'lganmi? Biror ish ko'rilganmi? Faqat yodimda yo'q, dedim. Men bu haqda aytmaslikqa va'da berganman. Ham hargiz aytmayman, deb o'yladim. Siz endi javobgarlikdan qochib qutulmoqchi bo'latamsiz? Sizning meningiz ishlamaydi emas, hammadan ortiq ishlaydi. Sizning asli qoldirishingiz yaxshi. Biz buni sinab ko'rdik. Balki siz o'z maydoningizda o'lgicha qaytmas ideyada turganlikdan boshqa gap yo'q. Siz endi qanday qilasiz? Sizga to'la gap qilib yerib qoldik. Siz zodi maslangizni topshiramsiz yoki johillik bilan beshimga nima kaz ko'rman davtamsiz? Deb ikki tarafdan vaqirab, jo'zlarni urib, diktator haqida tahdid silib, xeyli uzun so'zlagandan keyin men ularga: "Zodi, sizlar bizdan nima kutsizlar? Bizning faqat mustaqillik orzusidan boshqa hech qanday jinoyatimiz va gunohimiz yo'q. Bu bir o'quvchilarning mustaqillik istigidan bo'lgan kichik ish uchun nimancha qilib prinsipga ko'tarib ketdinglar? Bu bir hayron qolarlik ish emas-ku", dedim. Ular bir-birsiga qarab qo'ydi. "Aligiz, siz sahi ishlagan jinoyatinglarni bir kichik ish deb o'ltiramsiz? Sizlarning mushu tashkilot ishinglar tufaylidan hozir butun shaharda o'g'nish boshlanib, hamma o'rinlarda ishki jihatda hozirgacha tekshirish olib berilyotdi. Siz sahi xiyolingizga kelmay bir kichik ish, bir orzu deb o'ltirasiz. O'zingizning qanchalik jinoyat qilganligingizni tushunmay o'ltiribsiz-a?" deb yana bir soat diktatora va vaqirashlar bilan maslangizni yaxshiroq o'ylashib fosh qiling, deb qaytirdi. Yotoqqa kirgandan keyin ustozim tam orqali ahvol so'rab: "Zodi ixrar bo'lmasangiz, sizni hech narsa qilolmaydi, qo'rqmang", deb meni rag'batlantirdi. Qimmatli radio anglag'ich do'stlar, bu nodir tarixiy aslining davomini keyingi qatimliq roman anglitishimizda davomli huzurlarga sunamiz. Diqqatli bo'lganinglarga rahmat. Xudoga omonat, ko'rishguncha omon bo'linglar.